Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz atprofga ikki quyonlari, 50 kunlik quyon bolachalari, 4 ta qiz bola, ya'ni samkasini qo'qonga baraka bo'ldi. Buni yoniga bitta Kaliforniya quyonini qo'shib chiqarib olamiz. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, korobkalarimizni tayyorlab oldik. Quyonlarimizni bitta sizlar bilan ko'rib solib olamiz. Ko'rishingiz mumkin, oyoq qo'li sog'lom, burunlari oqmagan. Chiroyli bu quyonchalarimiz. To'rtta quyonchamizni joylab oldik. Endi xudo xolasa bu quyonimiz Qo'qonga chiqib ketadi. Bu tomondan bitta kalif quyonimizni berib yuboramiz. 3,5 oylik, 4 oylikka yaqin bo'lgan samis quyonimiz. Vaznini ham bir qator o'lchab qo'yamiz. Ko'rishingiz mumkin, 3 kilo 200 kelyapti quyonimiz. Albatta 4 oylikka biroz 10 kun, yana 10 kun bor 4 oylik bo'lishiga. Albatta o'ta go'zal, chiroyli o'zgargan. Alloh olganga ham, sotganga ham baraka bersin. Chiroyli bo'lgan quyonchamiz. Buni endi yashiga solib tashqariga olib chiqib olamiz qani. 20 kun oldin Qo'qonlik akamiz quyonlarimizni bron qilgandi. Ko'rishingiz mumkin, hozir bu yerda 4 ta 50 kunlik ikki samka quyonlarimizni chiqarib olyapmiz va bitta 3,5 oylik, 4 oylikka yaqin bo'lgan samis kalif quyonchamizni chiqaryapmiz. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, ikki quyonchalarimiz 4 ta sotuvga chiqdi. Qo'qonlik akamiz bron qilgandi. 4 ta urg'och quyondan, bir 45 kunligidan. Va bitta 3,5 oy, 4 oyga yaqinlik bo'lgan kalif quyonimizni berdik. Veslari 3 kilo 200 chiqdi. Ikki quyonlarimizni ham ko'rishingiz mumkin. Chiroyli bo'lgan narsalar. Korobkalarga joylab oldik. Xudo xohlasa buni atprofga qilamiz. Qo'qonlik akamizga baraka bo'ldi. Olganga ham, sotganga ham Alloh baraka bersin.